qo'lingizga mana knopkani berib yasavering desa, umringiz oxirigacha vaqtingiz yetmasa kerak yasaverishga. Lekin og'zingiz polvon. Katta brendlar ishlab chiqarilgan blok upravleniya bilan oldingizga mashina kelsa, tushunmasangiz yo aqlingiz yetmasa, bu brend bo'lmaydi, bu ishlamaydi, bu musor, bu unaqa, bu bunaqa, buni o'rniga mana uni qo'ying. Mana shunday bo'ldi odam, jonga tegdi. Odam qo'pol gapirishga majbur bo'lyapti. Yaxshi gapni tushunmayapsizlar. Siz bitta brendni tanlab olib ishlash sizni xohishingiz. Agar bitta brendga o'g'il bo'lgan bo'lsangiz, o'shanda dashi davom etavering. Bu o'zingizni tanlovingiz. Lekin boshqa brendlar oldingizga kelib qolsa, sizni usta deb hurmat qilib kelyaptimi? Kelgandan keyin ishini bitirib berishga harakat qiling. Ishini bitira olmasangiz, aqlingiz yetmayotgan bo'lsa, aqli yetadigan odamlarga jo'nating. Uni yomonlab turib, qo'yilgan narsasini nastroyka qilib berish yoki bir utechkasini tekshirib berish tuzaladigan narsa uchun polni komplektni yechib tashlab turib, o'zingiznikini tiqmang. Uni jabrlamang klientni. Klientni 100 ming so'm, 50 ming so'mga bitadigan ishini 2,5 million so'mga tushirmang. Bu bir kun kelib o'zingizga qaytadi o'zingizga ham. Siz tushunmagan sohalar bor. Mazangiz qochib qolmasin, Xudo ko'rsatmasin. Mazangiz qochgan sohalarda, ish tushgan joylarda xuddi shu narsa o'zingizga aylanib qaytib kelib qolmasin. Unaqa jabrlamang. Klientlarda nima ayb? Boshqa kompaniyanikini qo'yib kelgan bo'lsa, jazolash shart emas. Aqlingiz yetsa, tuzatalsiz, tuzatib bering. Tuzatolmasangiz, gruppalarga yozing. Men uni kim tushunadi, siz adresini aytadi. Borib, o'sha yerda adresini bersiz, nomerini bersiz, o'shda tuzatadi, ishini bitiradi klient. Yoki o'zingiz o'rganing. Agar bilmayotgan bo'lsangiz, nastroykani tushunmayotgan bo'lsangiz, texpodдержка gruppalarga yozing, texniklarga ayting, vaqt ajratib borib aka o'rganaman desa, o'rgatadi. Любой kompaniyaniki shunaqa o'rgatadi. O'zini mahsulotida nima siz tushunmagan savolingiz bo'lsa, aytsangiz o'rgatadi. Odam qo'pol gapirishga majbur bo'lyapti. Hammalarga orqalaringdan bittadan borib, hamma boshiga solib uzr so'ratish shart emas-ku. Hamma o'zi bilib ishlarsa o'zini yo'lida. Birovnikiga bundolayini tiqib yomonlamanglar. Tuzatib berish kerak bo'lsa, tuzatib beringlar. Tuzatolmasangiz o'sha gap qayta aytyapman. Men yaxshi gapirib chiqdim, necha marta iltimos qildim. Bitta ikkitasini telefoniga ham telefon qildim, Telegramga ham yozdim. Buni ish qilmang aka, siz bilib turib shu ishni qilyapsiz. Klientni jabrlayapsiz. Ishlaydigan narsani ishlamaydi deb bunaqa klientni cho'ntagiga jabr qilmang deb o'zlaringga ham yozdim lichkalaringga. Yana o'sha narsani takrorlayapsizlar. Telefon qilsam aloqaga chiqmaysizlar. Endi bitta hamma ishni yig'ishtirib sizlar bilan shug'ullanish kerakmi? Hamma ishni yig'ishtirib boraymi bitta oldingizga. Isbotlashib yuraylikmi endi sertifikatlar ko'tarib. Bo'ldi, hamma o'zini brendida ishlagingiz kelayotgan bo'lsa ishlarsin. Universal ustamisiz, hamma narsani tushunasizmi? Hammasida ishlavering, qarshiligimiz yo'q. Sizga birov majburlayotgan yo'q, lekin biz qo'yib bergan yo boshqa odam qo'yib bergan brendni zapchasti o'zingizdan o'zingiz bu ishlamaydi demang. Siz tor fikrlaydigan miyingiz bilan bu katta zavodlarda qilgan mehnatini, ishini, Yevropada qilingan narsalarni siz o'zingiz to'tta pishlaka blokdan qurib olgan boksingizga kirib olib turib, o'zingizcha zavodlarni yo'qqa chiqarib yubormang. Bu ishlamaydi deb yubormang. Ishlaydi. U zavodlar 20 ta, 30 ta, 100 ta odamga 1000-2000 yevrodan pul to'lab, 100 ming yevrodan oshiq oylik to'laydi oyiga. Bu siz kichkina bokschiz emas u. To'tta mashinani ko'rib beradigan. Ular katta ish qilyapti, katta proyekt qilyapti. Buni o'zicha hazillashib chiqarib qo'ygan yo'q bu blok upravleniyalar. Ishlab chiqarib, sinovdan o'tkazib, yaxshi yursa, xatosi bo'lsa, xatosini to'g'rilaydi. Hamma yo'g'ini cho'tka qilib, joy-joyiga solib, chaynab turib, og'zingizga solib qo'yadi. Nastroyka qilishni ham o'rgatib qo'yadi. Hamma narsani tayyor qilib qo'yib, siz qo'lingizga mahsulotni bersa, siz o'zingizcha bunday qarab turib, bu bo'lmaydi, bu yurmaydi deb yubormang. O'sha aytib turgan narsani shu tanlovingiz o'zingizga bog'liq. O'zingiz tanlagan brend bilan ishlavering, lekin birovni qo'yib bergan mahsulotni yomonlamang.